Mana toza bo'ldi stakan. Vaqtida artib qo'yish kerak edi-da. Etika, estetika degan narsalar bor. Atmosferasi ham g'alati ekan-ya, qizlar. Qolgan ovqatni sabor qilib beraymi? Biz saboy olib ketadigan qizlar emasmiz. Qanaqa atir tepgan bu o'zi? Fukusi bormi? Comfort Plus chaqiringlar qizlar. Yaxshi boringlar. O'zi kvartirang molxondan battar ekan. Nima ko'chaga chiqib model yasaysanlar? Siz bizning uyda? Mana bu changalzor tozalab qo'y, keyin atmosfera tanlab chiqar. Barmoq qo'yaylik. Bonka qolsin, bonka, ey. Sanlar o'zi madaniyat tark etgan ekan, nimaga menga etika estetika deysan sen? Men Navruzga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Bug'doy ekdingizlarmi? Qizlar qaysi biri navbat yedi bu yuvish? Fukusaqiga san gapirmagin, hay. Bir-birlaringiz kiyishlaringiz ma'qul emasmi? Biz bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Qaranglar, farqi bo'lmaydi-ku tentaklar. Yalanga yo'q kuy, tur, xon taxtaga o'tib ovqatlan. Yo'q. Nima, zakol deydi bu? Mani murabboyim. Meniki. Jahlimni chiqarma. Asabimga tegma. Ya o'zi bitta murabbochaga urush qilay ekaning, yana saboyib ketadigan qizlar emasmiz-a? Yumron qoziqchalar. Ma'lumot uchun aytaman, kir sovun bilan pastda yuvib bo'lmaydi. Ko'pirsa bo'ldi-da, bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ana bo'ladi deb ko'rdingizmi? Hey! Mana Milod Davagirolting tashvir yeb bo'lmaydi buni. Svejiy bu, endi 2 oy bo'ldi. Ko'chaga chiqib dunyo go'zalini yoqqancha ozgina uying yig'ishtirib qo'ylaring, farzandchalar. Endi yangi oilamiz, 1-2 yil sabr qilsangiz uyimizni zo'r qilib remont qilaman. Aslo unday demang, qalbimning sultoni, o'zim sizga yelkadosh bo'laman. Boshimga baxt qushi qo'nibdi-ku. Endi ozgina sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon yaxshi bo'ladi? Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Qilish kerakda. Nimadir bo'ldimi ovqatga? Yo'q, hammasi joyida. Qani biling. Voy, qanday ichdingiz? Nima qilib qo'ydim men? Aybdor. Menga qarang, sizga hozir boshqatdan ovqat tayyorlab beraman. Aybim nima? Men qanday O'tiring, shart emas. Xijolatdaman. Nima? Sho'r bo'lgan bu, dengiz suv solganmiz, ha? Peshonamni sho'rni solganman. Chidaysiz, uchasiz. Limon choyga shin solib damlab beraymi? Yo'q, ozgina boshim og'riyapti, xolos, sizda urintirgim yo'q. Xasta bo'lma jonim, o'lib qolaman. Voydat. Ha, nima bo'ldi yana? Boshimga shkaf tushib ketdi, yorildi boshim. Hozir chaqirdim, kelishadi. Doktorlarmi? Ustalar, shkafni tuzatib qo'yish kerakmi? Mayli, men ishga borib kelay, siz yaxshi o'tiring. Sizga qaytishni olib kelay, umr yo'ldoshim. O'zingizni asrab kelsangiz bo'ldi, qalbim sohibi. Minnatdorman.